Biz yangi odamlarni olib keldik. Sizlar kim bo'lganingizdan qat'iy bizga yordam berganingiz uchun juda katta rahmat. Mirasdagi pishdimi? Yo'q, hali xom. Afsus. Sizni bazangiz aniqlandi. Darhol bu yerdan qoching. Ha, bachalarim, men sizlarni topdimmi? Asro akangizni uloq kutib olmaysizlarmi? Inson go'shti qanday bo'lar ekan? Menga ham berchi? Shirin ekanmi? Yo'q, shirin, lekin bu xom, pishirish kerak. Hammasi uchun javob berasan. Qo'lingdan faqat shugina keladi, mitti kameramen. Astrolar bizni titanimizni o'g'irlashdi. Bu yordamida bizni ba'zilarimizni bilib olishmoqda va barchamizni qirib tashlashmoqda. Lekin biz nima bo'lishidan qat'iy nazar dushmanlarimizni, astrolarni quvamiz, ularni qirg'in qilamiz. Ularni yo'q qilamiz. Bu kamera senga, bu kamera yordamida biz seni kuzatib turamiz. Rahmat. U juda ham zo'r turar ekan. Sizlar ham jangga ketyapsizlarmi? Ha, albatta, jangga ketyapmiz. Sen ham tezroq bo'l. Voy, ketdik. Kech qolyapmiz. Sen bilan birga ketamanmi? Televizorcha? Yo'q, tura qol. Seni umuman kellan ishlamas ekan, boshqa joy qurib qolgan ishlash uchun. Bu tarix yoki o'tmish. Biz o'z tariximizni unutmasligimiz lozim. O'z o'tmishimizni unutmasligimiz lozim. Shundagina biz yuksak cho'qqilarga chiqa olamiz. Meni eshityapsanmi? Biz deyarli yetib qoldik. Biz yetib keldik. Qani olg'a jangga. Voy xudoyim, qirg'in bo'l-ku. Mayli. Jang qilsam qilibman-da. Qani hamma bachalarim bu yoqqa kelish. Asrovatchalar. Bu sizga hozir mo'may bilan tanishtiraman meni. Mo'may bilan tanishtiraman. Desam mo'may bilan tanishsam-ki. Mo'may bilan tanishtiraman hozir. Mo'may bilan tanishtiraman. U birinchi kim tanishar ekan u? Hammasini yo'q qildim. Headshot. Headshot berdim. Senga ham, senisiga ham, seni qolib ketma qatordan. Zo'r merganman-da o'zi ham. Sen bundan attariga loyiqsan, Asrovatcha. Boshingni charpalak qilaman hozir. Yoqyaptimi? Boshingni uzib oldi. O, juda ham zo'r qilding, bro.
Sen qaymasdan ortingga qara. Anqov. Voy xudo, bu nima edi? O, salom Larry. Salom. What the Sigma? Wow, judayam ajoyib-ku. Sigma. Qani biri? Dik. Qani vazifa bajarildi, ortimizga qaytamiz. Voy, Asro bacham momosi bilan tanishmoqchi ekan-ku. Hozir uni momosi bilan ishtiraman. Ana bo'ldi, momosi bilan tanishdi. Voy, bitta o'zim qoshdimi, voy. Hammasi meni tashlab ketdi. Yo'q. Men bir siqilib kelay. O, asrolar kelyapti-ku. Shu yerda o'lsam o'libman-da. Muhimi jangda o'laman va men bularni yo'q qilaman. Oxirgi qolgan kuchimgacha bularni yo'q qilaman. Voy, sen kimsan? Nima? Voy, hozir o'zimni momom bilan tanishtiradi-ku bu. Xo'sh, yoqyapti momom bilan tanishtirish. Voy, yo'q. Oxirgi so'zingni ayt. Tezroq bo'l, men kutyapman. Sen o'lasan. Seni o'litgandagi jirkanch turqi bashangni ko'rmoqchiman. Bu nima? Voy xudoyim. Shunaqa ham shaftoli bo'ladimi bu? Olg'a jangga kalonkachalar. Biz qaytdik. Sen hali meni kuchliman deb o'ylaysanmi, Asrocha? Men keldim. Momalaring zo'r ekanmi? Tanishtirib qo'ydimmi, Asrochalar? Men qaytib kelaman, lekin o'shanda hammangni momay bilan tanishtirib o'ldiraman. Bitta kelishmay yo'yaman ham meni, yirtaman, kutingni beshga ayiraman. Bu o'zbeksizlar. Voy, bu yer bor ekan. Pasha qo'nyapti-mi nimada? Olg'a speaker woman. O, opamiz qaytdi, opajon. Opajon. Ayo, opa, meni eshityapsizmi? Ha, okajonim, men keldim. O'ynab raqsga tush. Onchagina zo'r bo'libsizmi, opajon? Opang qarag'im-da. Men bilan o'ynashma. Shaftoli! Qalish. Shaftoli! Shaftoli desam o'lib qoldi, bechor bola paqir. Biz endi yashirinmaymiz. Hamma asrovatchilar, bu yoqqa kellaring.
mo'mayim bilan tanishtiraman meni. Astrobachalar. Mana bu qilishdan. O, rahmat opajon sovg'a uchun. Oldiga kelardimi sovg'a kelarmidimi ukajonim? Ana, bachalar ham keldi. Momosi bilan tanishtiramiz hozir opajon. Albatta. Davomi keyingi qismlarda kanalga obuna bo'lishni unutmang. Enderboy. O'zbek silabashim qo'llab-quvvatinglar iltimos.